Bugun biz sizlar bilan gelmintoz kasalligi, ya'ni sizni tilingizda gijja kasalligi haqida suhbatlashamiz. Men sizlarga bu kasallik haqida tushuncha beraman va tanishib olasiz, o'quvchilar. Boshlaring bo'lmasin. Bu kasallik gelmintoz kasalligi yunonchadan olingan aslida. Lekin ma'nosi gijja deb nomlanadi, ya'ni qurt hisoblanadi. To'xta, nima qilishni unutding? Qo'lni unutdim. Agar sog'lom bo'lishni xohlasang, doimo qo'llaringni yuvib yur. Voy, Urumsoq, kuchuging buncha chiroyli. Ha, chiroyli. Men ham juda yaxshi ko'raman. Marjona, seniki haqiqiy emas ekan-a? Ha, meniki haqiqiy emas. Baribir ham yaxshi ko'raman. Sizlarga bir gapni aytib qo'ymoqchiman. Hayvonlarni o'ylaganingizdan keyin albatta qo'lingizni yuvishni unutmang. Chunki ularda juda ko'p gijjalar mavjud. Siz yegan ovqatga ular ham sherik bo'ladi. Voy, olmalar pishibdi-ku. Shirin bo'lsa kerak, yeymizmi? Ha? To'xta, bir narsani unutdik. Axir bularni uzib bo'lganimizdan keyin yaxshilab yuvishimiz kerak-ku. To'g'ri. Shunda qornimiz og'riydi. Albatta-da. Mana mevalarni mana shunday yuvsak, gijja va parazitlarni yo'qotgan bo'lamiz.